suv va olov hech qachon kelishmaydi. Ammo Abdullaxon ikkinchi qanday qilib butun boshli daryoni yondirib yubordi? 1573-yil yengilmas Abdullaxonning ulkan armiyasi Termiz qal'asini qamal qilish uchun Amudaryo bo'yiga keldi. Narigi qirg'oqda Din Muhammad sultonning 100 minglik qo'shini mustahkam o'rnashgan. Vahimali daryodan bitta ham jonzot o'tolmasdi. Dushmanlar xonning ustidan masxara qilib kulishardi. Biroq Abdullaxon jallodona jilmaydi. U barcha ulkan kemalarni yig'ishga maxfiy buyruq berdi. Kemaga oddiy askarlar emas, qop-qora charm kiygan, maxsus naftandozlar, olov purkaydigan jallodlar joylashtirildi. Tun cho'kkanda 100 ta kema qorong'i daryoga tushirildi. Daryo o'rtasida to'satdan yuzlab mash'alalar yoqilib, dushman ustiga qip-qizil neft yomg'iri o'tildi. Osmon qip-qizil tus oldi. Dushman chodirlari bilan lovullab yondi. Suvga to'kilgan neft alanga olib, butun Amudaryo olov daryosiga aylandi. Suvga sakraganlar ham tiriklayin jizganak bo'ldi. Tong otganda mag'rur Termiz butunlay tiz cho'kkan edi. Daryolarni yondirib, shaharlarni kulga aylantirgan Abdullaxon aslida o'z yurtida qanday inson bo'lgan? Vayronaga aylangan Mavara alam olimlarini shu yerga jamladi. Sarkardaning sirli bunyodkorligi keyingi qismda o'tkazib yubormaslik